Do'stlar, hammaga Londondan kattakon salom. Bogdan Guskov yutqazdi. Hamma hozir uni negativ fikrlar bilan ya'ni ustun kulyapti. Bogdan Guskov yutqazib qo'ydi. Chempionlik jangiga tayyorlanmas ekan. Urush bo'lmasa nima qiladi, jangga chiqib yutsa bo'lardi. 5 raund urushdi, mana oxirida yutqazib qo'ydi deb. Do'stlar, birinchi o'rinda Magomed Ankalayev pound for poundda birinchi raqamdagi jangchilardan hisoblanadi. Ikkinchi sababi Magomed Ankalayev UFC chempioni bo'lib, yaqindagi jangida ya'ni men bu rebrasdan jarohati bo'lganligi uchun Alex Pereiraga yutqazib qo'ydi. Xo'p, Bogdan Guskov hali yangi, hali ko'p experience'ga ega bo'lmagan jangchi, hali ko'p ham janglar o'tkazgan yo'q. Magomed Ankalayev necha yildan beri chempionligini ham hisobga olib qo'yishlari kerak. Adashmasam 2015 dan berimi, 2016 dan berimi o'tkazmayotgandi hech kimga Magomed Ankalayev. Hozirgi Guskovni jangini mana bunaqa qilib kommentariy yozishlar juda ham o'zbeklarga bir, ya'ni o'g'il bolalarga xos ish emas. Qo'llayni kelsa bir oktagonga chiqib emas, bir ko'chada bir normal o'zingni bir kattaroq, kuchliroq biron bir bola bilan urushib ko'ringlar. Ja qo'llayni kelmasa, to'xlan yetmasa, bir zalga borib bir sparring qilib ko'ringlar qani, bir raund pechаткani kiyib qo'llaringga, hatto bu shingalka bo'lmasa ham bokserskiy pechаткani kiyib, o'shanda tushunasizlar. Atak Bogdan Guskov taslim bo'lmasdan pound for poundda birinchi o'rinda kelayotgan Magomed Ankalayev bilan salkam ravni jang qilib 5 raund, 5-raundda Guskov yutqazib qo'ydi Ankalayevga. Shunga qo'yilib qoldim. Hatya bunaqa jang ko'rsatib berishi уже вообще невероятно desam bo'ladi. Xudo xolasa Bogdan Guskov keyingi janglarida yaxshi natijalarga erishib, g'alaba qozonishlik uchun duo qilamiz. O'zbekiston faqat o'zbeklar podдержка qilsin. Bogdan Guskovni podдержка qilganlar bo'lsa, kommentariyada Guskovga omad so'zini yozib qoldiringlar.